Assalomu alaykum. Assalomu alaykum muhtarama xonimlar, hurmatli janoblar, aziz yurtdoshlarimiz. Ro'za Ramazon oyida o'zlarini shukronalik kunlarini ular sevgan va ularni sevgan qadrdonlari bilan birgalikda nishonlashni maqsad qilgan. Bugungi kunimizni qirolichasi hisoblangan Zulfun onajonimizni muborak shukronalik kunlari munosabati bilan O'zbegim jamoasi 2025-yil mart oyining 15-sanasida ushbu xonadonga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum onajon. Kayfiyati qalay? Mehmon kerakmi? Umringiz uzoq bo'lsin. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin deymiz. Joningiz omon bo'lsin. O'zbegim jamoasi ijodiy guruhi bugun xonadoningizga tashrif buyurdik. Biz shunchaki kelmaymiz, albatta kimdir bizga telefon qilib chaqirgan bo'lish kerak bo'ladi. Endi taxmin qilib ko'ring. Kimlarning nomidan keldi bu yigitlar deb o'ylaysiz, ona? Endi bilmasam qizlarmi, kelinlarmi? Allohning ko'ra chaqirgan buni eshitgan. Joningiz omon bo'lsin. Qo'shnilarni o'rmadingizda. Bugun sizni yoningizga kelishimizga sababchi bo'lgan, sizni duolaringizni olgan, hali hanuzgacha duolaringiz bilan birgalikda el ichida aziz bo'lib yurgan barcha nabiralaringiz, farzandlaringiz, o'g'il qizi, kelinlaringiz va kuyovlaringiz nomidan tashrif buyurdik. Bitta chiroyli qarsak chalib bera olasizlarmi? Ko'p kishi ekansizlar. Beringlar, onajonlarim, ikkita stul beringlar. Oyoqlari toliqib qolishi mumkin. Men chunki ko'p gapiraman hozir. Bera qoling, onajon, bemalol o'tirib oling. Keyin uffi, oyog'im charchab qoldi, bolam menga ruxsat deb qolmasligingiz uchun. Qani, yana bitta stul beringlar. Umringlar uzoq bo'lsin. Joninglar omon bo'lsin. Onajon, bemalol o'tirib oling. Bugungi sahna mana shu dargohdagi chiroyli sahna bugun sizlarniki. Umringiz uzoq bo'lsin. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Sir bo'lmasa, men hali so'raganim yo'q. Necha yoshni qarshiladingiz, onajon? 18. 18. Yosh ko'rinadi-da. Umringiz uzoq bo'lsin. Endi bitta savol, yana bitta. Nechta nabirangiz bor o'zi, ona? Onajonlar lekin nabirani hisobini sanashga usta bo'ladi. Nechta nabirangiz bor? Nevalar ko'p 30 ta qarta. Boblaringiz siz. Bering, onajoningizga usul bering. Chini bilan aytyapsiz, 30 ta yo 40 ta? Umringiz uzoq bo'lsin. 30 ta 40 ta nabirangiz atrofingizdan onajonim deb xizmatingizni qilyaptimi? Bizga telefon bo'ldi onajonimizni tug'ilgan kunlari. Bolam deb katta bo'ldilar, katta qildilar bizani. Farzandli bo'lganimizdan so'ng bolajonimni bolasi deb katta qildilar farzandlarimizni. Xudoga ming shukr, onajonimiz boshimizga sog' omonlar, ularni duolari bilan birgalikda biz bormiz. El ichida azizmiz. Xudoga shukr, xonadonimizni ustuni desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugun onajonimizning tug'ilgan kunlari. Qarangki, ro'zai Ramazon oyiga to'g'ri kelgan ekan bugun shukronalik kunlari. Biz har bitta farzand, har bitta nabira tilardikki umrlari uzoq bo'lsin. Farzandlarini, nabiralarini to'ylarida, baxtli kunlarida hamisha bosh bo'lib, to'y boshi bo'lib, albatta duoda tursinlar deb niyat qilamiz. Yaratgan Allohim umrlarini uzoq qilib 100 yoshga yetganlarida bir katta to'yxonada yubiley to'ylar qilib berish barchamizga nasib etsin deb niyat qilishgan. Va mana shu farzandlaringiz va nabiralaringiz nomidan bir chiroyli ozgina she'rimiz bor. Mana shu satrlarni onajon sizlarga endi yo'llaymiz endi. Tinglasanglar, ha? Umringiz uzoq bo'lsin. Yillar yetaklashib o'taveradi. Ishlarim ko'payib borar chunonan. Tunlar mija qoqmay kutaveradi ne xayollarga bormagan onam. Ba'zan sim qoqadi yotgandim patir. Uyga nechilarda qaytasan bolam? Doimiy javobim ishlaman axir. Zardamga zardalar qo'shmagan onam. Ko'chada hammaning ko'nglini ovlab, yarim tun uyimga qaytadirman ham kutib olar, qora qozonini kovlab. Keksalik gashtini surmagan onam. Tongda otlanarman olis yurtlarga. Shularni yo'lingga olib ket bolam, kissamni to'ldirar mayiz qurtlarga. Samarqanddan daryog'ini ko'rmagan onam. Bilaman men allang kuyda, olam orzular yotgan.
Kelajagim, baxtim o'yida. Uxlamasdan tonglaring otgan. Uzoq tunlar yig'lasam tolib, oq ustingga bo'lib muntazir darrov issiq joydan qo'zg'olib bo'lar eding yonimda hozir. Sochlaringdan tortib erkalab, men ko'ksingga qo'yganimda bosh, mehr bilan peshonam silab, sho'xligimga bo'larding yo'ldosh. Qani edi tabiat qo'lidan kelsa, abadiy etolsa sening umringni. Roziman onajon, iloji bo'lsa senga qo'shib bersa mening umrimni. Bir kechalik allang hurmati uchun 100 yillik umrimni bag'ishlasam kam, ko'chirsam qalbingga qalbimni kuchin. Qarzim uzilmasdan qolur shunda ham. Mabodo bo'lsaydim zo'r haykaltarosh, senga yuragimdan yasardim haykal. Yo agar bo'lsaydim mohir bir naqqosh, surating chizardim berib ming sayqal. Onajonlarimiz baxtimizga sog' bo'lsin. Mana shunday yaxshi to'ylar ila albatta nabiralar, farzandlar nomidan atalgan chiroyli hadyalarimiz, sovg'alarimiz bor. Mana shu sovg'alarni taqdim etib qo'yish chiroyli kiyimlarni tiktirib, bozorlarga borib kelaverasiz nabiralar bilan, xudo xolasa. Tug'ilgan kunni bilasizlar, o'zini shoh taomi, shirinligi bo'ladi, ya'ni tort. Onajonimizni xuddi o'zlari kabi chiroyli etib, shirin etib bezatilgan shirinligimizni yonlariga olib keling. Yonlarida yoqamiz chaqamlarini. Kela qolinglar. Qarsiylarni balandroq chalinglar, men eshitmayapman. Qarsiylar eshitilmayapti, qo'linglar charchab qoldimi deyman. Muborak bo'lsin. Kela qoling, marhamat. Ana. Joningiz bo'lsin. Mana qancha sovg'a kerak. Kelaveringlar. Qatta yuruvdinglar. Joningiz omon bo'lsin. Kelaveringlar.
bo'lsin. Voy, tugamadimi? Nevarlar qochib turamiz. Bunaqasini ko'rmaganman, lekin ona sizni tabriklashga keladigan mehmonlar metanga ochilib turadigan odamlardan ko'p keldi hozir. Bari nevarlaringiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Joningiz omon bo'lsin. Hammasi duoingizni olyaptimi? Rahmat, umringiz uzoq bo'lsin deymiz. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Ana endi mana shu badiiy sahnamizda bir chiroyli tilaklarni yo'llash sahifasiga ham start bersak, navbat bersak bo'ladi. Avvalo albatta onajonimizni yonlarida turgan opalaridan xudo xolasa birinchi tabrik so'zlarini qabul qilib olamiz. Mana shu nima deydi? Tabriklarni qabul qilganlaridan so'ng rahmat. Xo'p, ona assalomu alaykum yana bir bora. Ismingiz nima? Orom mama. Orom mama. Joningiz omon bo'lsin. Stulchada orom olib o'tiribsiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Singlingiz bo'ladi, ha? Men mikrofonni beraman. Singlingizni bitta chiroyli qilib tabriklab berasiz. Siz gapira olmaysiz, halitdan beri gapiryapsiz-ku. Yaxshi so'z. Chiroylisini aytasiz. Qani bitta chiroyli tilaklarni. Mikrofonni ko'tarasiz. Senin canım yüzüge kirib yüzleşip jirsin. Balalarını aldı ko'kragidan shamol esib jirsin. Yana ham qayta bundan ham ko'proq to'ylar qilib bersin orqasidan bolalarni orqasidan. Shu niyatlarga yetkazsin hammamizda inalik. Ana meni 85. Hayır. 85 yoshda ko'tarib qo'ygan hozir. Rahmat. Onam 18 bo'lsa siz 19siz. Umringiz uzoq bo'lsin. Quchoqlab yuzlarni o'pib qo'ying. Meni emas ularni. Dunyoda yonimda sen borsinglar. Ha, ona armoningiz qolib ketmasin, meni ham o'ping. Joningiz omon bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Karomat opam bormilar? Hurmat opam, umringiz uzoq bo'lsin. Adashib ketdim. Hurmat opa. Kimlari bo'ladilar? Singillari. Assalomu alaykum. Kelib qoling, marhamat. Yonlariga o'tib olasiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana shu ajoyib davrani, mana shu bugun onajonimizning tavallud kunini 75 yoshlik yubileyga kelgan barcha nabiralari, qarindosh urug'lari, opa-singillari, jigarlari, hammalari avvalambor xush kelibsizlar. Iloyim mana shu onajonimiz yuzlarga kirib yursin. Hamisha bolalarining, nevara-chevaralarining hammasining huzurlarini ko'rsin. Iloyim har doim to'y marakalarimizda to'rda o'tirib ominlar olib yursin. Yoshlarga hamisha mana shunday onajonimizning umriday umr, mana shunday badavlatlik, mana shunday ajoyib parlaq yaxshi umrlarni Allohim hammalaringga Xudo ato etsin. Hamisha hammalaring bilan baxtli bo'linglar Iloyim. Rahmat. Rahmat. Joningiz omon bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Davom etamiz ayni daqiqalarda. Xo'p, opajonimizdan tabrik so'zlarini oldik. Singillar ham bormi? Kimlar keladi? Yaxshi tilaklarni yo'llamoqchi bo'lganlar. Farzandlari nomidan kim keladi? 8 ta farzandlari bor ekan onamni. Ona qaysi farzandingiz kelsa? Bilmasam qaysi kelishini. Joningiz omon bo'lsin. Husan opammi? Zulfira opa, marhamat. Assalomu alaykum hammalaringizga. Inamni yoshlaringizga kirsin yana. Akamlar bilan hammamiz akamlarga, bizlarga, nevara-chevaralariga bosh bo'lib bersin. Yaxshi kunlari ko'p bo'lsin har doim. Bizlarga bosh bo'lib yursin. Yuzlarga kirib.
Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, mehmonjonlar. Mana bugun katta onamni, ya'ni onamni tug'ilgan kunlari. Ilohim yuzlarga kirsin. Bizni baxtimizga opalarim, dadalarim, akalarim baxtiga, nevaralarim baxtiga doim sog' salomat bo'lsin. Nasib bo'lsa Allohim onamni hoji ona bo'lsin. Allohim kelasi yil tug'ilgan kuningizga, umra safarlariga, haj safarlariga yo'llanmalar tabriklaylik. Farzandlar, voy mendan bu yerda to'q bo'lib halitdan beri aytyapman. Erkatoy kimni zapchasi va olinglar. Men qo'rqaman yosh boladan. Shu gulni bittasini berib ketaman ketishda. Yoki o'zingni olib ketaman. O'g'il farzandlardan kimdir bormi? Akalar kelinglar. Hammaning nomidan bir kishi gapirsa ham bo'ladi. Kelinglar akalar. Onajonimizni chiroyli qilib tabriklab qo'yamiz. Xudo xolasa undan so'ng raqsikor lahzalarga navbat yetib kelmoqda. Assalomu alaykum. Marhamat aka. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Indoneziya olsun. Uning uzoq bo'lsin. Ilohim farzandlaringlar albatta sizlarga mana shunday e'tibor qarasin, shunday yaxshi ko'rib qadrlasin. Voy nega yig'laysizlar? Sizlarni ko'rsam meni ko'nglim bo'shashib ketadi. Men sizlarni yig'latish uchun kelganim yo'q. Umringlar uzoq bo'lsin. Ona, men qarang. Bu yig'layotgan odamni nima qilib xursand qilsa bo'ladi? Onani ketay, joni zamon bo'lsa, o'yin bilan, to'g'rimi? Barchalarni mana shu badiiy sahnamizga taklif etsak, o'zi hozir iftorlik qilgansizlar, hazm qilib olamiz, ha? Bir maza qilib, ona, lekin menga maqtashdi, nevaralaringizdan bittasi maqtadi. Onam shunaqa raqsga tushadilar, bu chiroyli raqsga tushadilar deb. Men ishonmadim. Hozir endi so'z isboti bilan mana shu badiiy sahnamizga taklif etsam, nabirlar bilan, farzandlar, o'g'il qizlar, kelinlar, opa singillar bilan birgalikda qo'ni-qo'shnilar, qayni singillar, xullas, necha qancha odam bo'lsanglar, mana shu yerga yaqinroq kelasizlar. Onam atrofini aylanib olib bitta raqsga tushib berasizlar, maylimi? Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Qani, chiroyli qo'shiqlarimiz, marhamat sizlar uchun. Bugun nevalar to'ymasin, har bir ko'ngil quvnasin, diling davra muntazir, onajonim o'ynasin, onajonim o'ynasin, o'zini bonim o'ynasin, onajonim o'ynasin, o'zini bonim o'ynasin, 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 onajonim o'ynasin, 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 onajonim o'ynasin.
boshimdagi toj kuy alamga yangrar dilxiroj davlat boshimdagi toj kuy alamga yangrar dilxiroj farishtadik yoyib qirqiloj davralarda o'ynasin onam farishtadik yoyib qirqiloj davralarda o'ynasin onam bolam divon bo'lar fidoyi orzulari haqdir samoyi bolam divon bo'lar fidoyi orzulari haqdir samoyi yorug' yuzligim go'zal nuroniy davralarda o'ynasin onam yorug' yuzligim go'zal nuroniy davralarda o'ynasin onam qo'rqmas bahodir ona duosiga har nega qodir bul ukajon qo'rqmas bahodir ona duosiga har nega qodir xizmatida bo'laymi hozir davralarda o'ynasin onam xizmatida bo'laymi hozir davralarda o'ynasin onam boshimdagi toj kuy alamga yangrar dilxiroj davlat boshimdagi toj kuy alamga yangrar dilxiroj farishtadik yoyib qirqiloj davralarda o'ynasin onam farishtadik yoyib qirqiloj davralarda o'ynasin onam to'ylarimga ko'rsin onam do'stlar hech kim mening dek yordan ayrilmasin do'stlar hech kim mening dek yordan ayrilmasin mehribon munis o'shal g'amxo'rdan ayrilmasin mehribon munis o'shal g'amxo'rdan ayrilmasin O'zinglar uchun bitta chiroyli qarsak chalib qo'yasizlar. Ilohim raqsinglar kabi baxtinglar, hayotinglar chiroyli bo'lsin deymiz. Onajon, chetdan o'tiring, farzandlarni, nabirlarni xursandchiligini ko'rib chiqishdi. Bagajni boshqacha bo'lsa kerak-a. Umringiz uzoq bo'lsin. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Charchab qolmadingizmi? Belingiz og'riydi? Umringiz uzoq bo'lsin. Alloh shifo bersin ilohim. Bunaqa kasal bo'lmang, kasal bo'lishga haqqingiz yo'q sizlar. Sog' yurishga majbursiz. Ana endi barchalarni navbati bilan onajonimiz bilan birgalikda fotosessiyaga taklif etamiz. Esdalik uchun suratlarga tushib qo'yamiz. Kela qolinglar. Joninglar omon bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Chuvoldinglarmi rasmga? Kayfiyatlar yaxshimi? Umringiz uzoq bo'lsin ona. Farzandlar, nabiralari bitta duo qilib qo'yasiz endi. Men
unutmaylar. Men unutmayman-ku. Duogo'y insonsiz ona. Siz bilgan gapman bilmayman to'g'risi. Chiroyli duo qilib berasiz, maylimi? Men mikrofonni ushlab turaman. Bolalarim hammalarim sog' salomat bo'linglar. Ullarim, qizlarim. Rasmga tushirib qo'ying. Gapirmayman deb. Ya, yig'lamang, ona. Nega yig'laysiz? Hayotda qayerda bo'lmang. Yaratgan Allohim yuzinglarni yorug', qalbinglarni keng, qadringlarni baland, so'zinglarni oliy, hayotda muvaffaqiyatli o'g'il qizinglarni inshaalloh salohiyatli etsin deb qolamiz. Biz siz bilan asl xayrlashmaymiz. Xudo xolasa, yanagi baxtli kunlarda uchrashganda ko'rishgunchadir ekanmiz. Aziz mehmonlar, yaqin daqiqalar mobaynida e'tibor markazingizda o'zbegim jamoasi yigitlari bo'ldi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Bizni kuzatayotgan ko'zinglarga aslo ko'z tegmasin. Chalib qo'ygan qarsanglarga esa rozi bo'lasizlar.